Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz va O'zbekiston kanali a'zolari. Bugun mana ishga turkalarni boshladik. Ishga ko'rish jarayonlarini. Qashqadaryo viloyati Kasb tumani Mo'g'lon qishlog'ida. Steshkalarimiz ham bor mana bu yerda. Masalan, suqoy qorib olib, keyin yotqiziladi. Setkani tashlaymiz bu yerga. Tramvotga bo'yildi bu yer. Tramvotga juda ajoyib KAMAZ bilan bostirildi bu yerga. Nasib bo'lsa ishkadirkani urib tugatib, inshaalloh yordamimiz bilan topshiramiz azizlar. Tag narxlariga keladigan bo'lsak, ishkadirkamiz 35 mingdan bo'lyapti. Bezjilka patravela. Agar atvis tashlab jilka bilan tortsak 40 ming, 45 ming atrofida bo'ladi. Steshkamiz metr kvadratiga 50 ming so'mdan bo'lyapti hozir bu. Tag mana bundan suqoy qorib turib, kesuv tashlab olamiz. Kimga qanaqa taklif savollar bo'lsa, kommentariyga yozib qoldiringlar. Javob qaytarishga harakat qilamiz. Bizga kuzatishda davom eting. Kanalimizga yangi bo'lganlar obuna bo'lishni unutmang. Sog' salomat.